Umurtqa pog'onasi, segmentor reflektor deganimiz, mana umurtqa pog'onamiz bo'lsa, mana shuni orasidan chiqadigan nervimiz har bittasi shu ulangan nerv tolalari bizani harakatlarimizni keltirib turadi. Tinchyapti yoki og'riyapti deydi, lekin yurak emasda aynan mana shu nerv chiqib, mana shu yurakka ulangan sohasida vaspaleniya kuchli bo'lgani hisobiga, nerv bosim bo'lgani hisobiga og'riq berib yuboradi. Ana o'sha signal beradi bizga, to'g'rimi? Miyamizga. Qornimiz ochgani haqida, to'g'rimi? O't-o'timiz og'riyotgani haqida, bo'lmasa agar bu bir-biriga mana qilib signal bermasa, biz bilmaymiz hech narsani, chunki biz qilmaslik uchun deyilami? Ana shuni hisobiga signal bergani hisobiga qon aylanishimiz ham yaxshi bo'lsa, bizning tanamiz, organlarimiz yaxshi va joyida faol ishlaydi.